bu shifoxonaga birinchi marta murojaat qilib bir kunda hamma analiz boshqa kerakli protseduralar bir kunda o'tkazishdi menga. Shundan men juda ham xursand bo'lib, mana ikkinchi kuni operatsiyaga tayyorlashdi. Menda ilgari doktordan o'tgan qog'ozlarim ham bor edi, boshqa shifoxonalar bilan solishtirsam, bu yerda juda ham yaxshi adenomani rejeksiya qilish operatsiyasi. Bu kasal menga azob berardi. Agar shu kasal bilan og'riganlarga biz mana shu klinikaga kelishni nima qilardik, taklif qilardik. Haqiqatda 73 yoshdaman. Men bu yerda boshqa ko'p kasallar bilan suhbatdosh bo'ldik. Hammasini fikri juda ham yuqori bu klinika to'g'risida. Rahmat bu shifokorlar.